Ha. Na tan 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 tan. Tara tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Alo. Assalomu alaykum, Sardor aka. Assalomu alaykum, Ahrorjon. Semiz aka darslarni ishlayapsizmi? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Aka, O'zi mana yaxshi. shu Rahmat aka tushunsiz, charchayapti. Rahmat, rahmat. Labbayk. Ahrorjon. Aka, buni time frame alignment bor-ku, o'shanga tushunmayapman-da, siz strukturaga. Nimaga siz tushunmayapsiz? So, no haftalik, weekly, daily, 4 soat time framelar bo'ladi-yu. Aha. O'shalarga scalping qilganimda o'sha chalkashtirib yuboryapman-da, o'shani tushunmayapman. Nimaga? Nimasiga eminda tushunmayapman? Hammasini o'zini отдельный strukturasi bo'lar ekan-ku. Da, mana misol uchun 30 sekundlikda misol uchun hozir selda 30 minutlikda lekin struktura bayda. 15 sekundlikda ham mana mashqdan sel kirish, stop loss mana bu yerda. Hammasini o'zining strukturasi bor albatta. Mana bu yerda misol uchun 30 sekundlikda mana bu yerda bay bergan. Mana bu joyda mana bay berib mana bu yerda mana mashqdan bay kirish kerak bo'lgan. 1 2, 1 3 yurib bergan o'zi. Buni faqat onlayn savdo qilib qilish mumkin. Mana 15-12 punkt stop loss. 1 3 yurib bergan 39 punkt, 40 punkt yurganda. Strukturasi har doim bu yerda har bitta time frame'niki har xil bo'ladi. Lekin общий bayga harakat, lekin orasida mana bu yerda strukturning mana bu yerda ham bay bergan, mana keyin lowni buzib turib mana bu yerda mana sell bergan zona misol uchun. Short position bergan, u 30 sekundlik time frame, 10 punkt stop loss. Mana 1 ga 1, 1 ga 2 yurib beradi по-любому. Aka, mana shu strukturani naqasi boshi shu 4 soat ekanda, D1 bilan daily. Dailyda yoki 4 soatlikda kelganda katta zonalarni, likvid zonalarni aniqlab olasiz. Sizda общий ko'rinish paydo bo'ladi. Keyin uni ichiga kirib turib, o'sha 1 minutlik, 5 minutlik, 30 sekundlik, 15 sekundlikda tasdiq olib turib, faqat bay tasdig'ini kutib turib, bay tasdig'idan kiraverasiz. Strukturada общий katta yo'nalishni ko'rib olish kerak edi. Oqim qayerga ketyapti? Misol uchun manzilingiz Toshkent bo'lsa, siz Toshkentga qaysidir boshqa mahalladan ketasiz. Qaysidir trader ikkinchi mahalladan ketadi. To есть time frame hammasining har xil bor, lekin manzil hammada Toshkentga. To есть manzilni D1 belgilab beradi yoki 4 soatlik belgilab beradi. Sardor aka, ukamning ham savoli bor ekan. Da, bemalol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Aka, mana day trade 85 bo'ladimi? Ovozingiz вообще past kelyapti. Mana day trade bo'ladi-yu. Aha. Day trade'ga H4, M15, M5 tushadimi aka time frame? Da, H4, H1, M30 mashla. Hop, aka bitta narsa, mana misol uchun H4 da analiz qilinadi-yu. O'shanda mana zonaga kelganda tasdiq olinadi, confirmation bo'linadi-yu. Aha. Confirmationda aka mana misol uchun M30 yoki M15 da mana switch tepaga yopilib beradi, misol uchun bayga kirmoqchi bo'lsa. Aha. O'shanda aka misol uchun bitta switch vaqt tugagandan keyin shunday tepaga yopilmayapti-da, shpilka berib turib pastda yopilib qo'yapti. O'shanda bay kirib qo'ysam, stop loss olib qo'yapti-da, shunga qiynalyapti. Siz qaysi sistem bo'yicha ishlaysiz o'zi? ICT mi? SMC da qaysi likviddan kirasiz? 4 soatli likviddan kirasiz? Likvid yo'q. Global shu 4 soatli likvid yechilishida shu equallovlar hammasi yechilgandan keyin kiraman. O'sha kirgandan keyin mana misol uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa
qaysi katta time frame switchasi ishonarlimi yo mana u M30 yo M15 Yo'q. switchalar ishonarlimi? Har doim движениеni katta time frame beradi. Aha. Yo'nalishni katta time frame beradi. Keyin uje kichkina time frame'da MSS kutib turib retestdan kirishingiz kerakda. M30da siz uje kech qolasiz kirishga. Mana shunaqa bo'lyapti-da. Misol uchun mana hozir mana buzishga to'g'ri kelib qolar ekan. Mana zonamizga kelmay ketyapti. Mana buzib turamiz. Misol uchun yevro, dollar olsak. Mana hali misol uchun 4 soatlik bunaqangi struktura oladigan bo'lsak, misol uchun mana bu yerdagi haylarnikini primerga-da bu 4 soatlikda mana misol uchun hayni oldida, olgandan keyin mana shu joyda qanaqa tasdiq qidiriladi misol uchun. 4 soatlik yaqinlashish. Ha, 4 soatlik mana hayni buzdimi, buzgandan keyin misol uchun M1 ga o'tasizda, o'sha joyda ko'rasiz keyin. M1 da nima bo'lgan? Mana M1 da mana bu joyda mana 4 soatlikning hayniki buzgan joyi. Mana shu joyda M1 da confirmation kutasiz. Confirmationniki mana 4 soatlik buzildi. Buzilgandan keyin mana shu 4 soatlikda ichida mana shu joydan i5G qidirasiz. M1 da misol uchun mana shu birinchi o'zini hay bo'lsa, mana buzgan o'zini hayi. Mana bu yerda mana hayni buzdi. Keyingisi bu yerda qidiradigan mana MSS zonani qidirasiz. Keyin birinchi i5G mana shu zonadan misol uchun mana sel olasiz. Bo'ldi. 30 minutda siz bu yerda kech qolasiz. Yurib ketgandan keyin switchani ko'rasiz, keyin stop olib ketaverasiz. 4 soatlik likidlarni yechdimi, daily yoki PDLni yechdimi, qaysidir katta hayni yechgandan keyin uje yechgan joydan qidirasiz, MSS qildi, retest qilgandan keyin i5G, 5G dan zonadan sel kirganingizda ham sizda где-то bo'ladi stop loss, вообще mizerni stop loss bo'ladi. Misol uchun mana shu joydan kirgan taqdiringizda ham sizda mana shu joyda misol uchun 4 punkt stop loss bo'ladi. Bitta kirganingizda uje 1 ga 2 misol uchun yurib bergan bo'ladi. Agar yo'q kech kelmasa, hozir ham dash ketyapti. 1 ga 4 yuryapti pashisi. Misol uchun mana Vashington sel kirganman-da, misol uchun. Mana shunaqa strukturani qidirish kerak bo'ladi. Siz 30 minut, 4 soatlikda 30 minutni tasdiq qidirayotgan bo'lsangiz, u hech qachon savdo qila olmaysiz. Siz yurib bo'lgandan keyin kirayotgan bo'lasiz. Buy yopilishini kutib yoki sel yopilishini kutib bo'lgandan keyin yurib bo'lganidan keyin o'zi qilayotgan bo'lasiz. Endi mana misol uchun confirmation olgandan keyin mana ko'pincha switchnoga qarayman-da. Misol uchun sham tepada yopilib bersa, gapi shu yerdan kiraman. Agar pastga yopiladigan bo'lsa, shu yerdan sal uverenness pastroq bo'ladi. yoki siz switchnoda ishlang, yoki siz SMCda ishlang. O'sha SMCda ishlayman o'zim aka. Bo'lmasa switchnoyni nima qilasiz ko'rib? Endi tasdiq sifatida ishlatish kerak. Yo'q, tasdiq sifatida men sizga aytaman, noto'g'ri qilyapsiz. U noto'g'ri bo'ladi. Misol uchun mana 4 soatlik mana bu yerda misol uchun low bo'lsa, GBP yuzida misol uchun mana bu joyda mana yechgan joyinikini ko'rishingiz mumkin. Dailynikini yechgandan keyin mana shu joyda o'zida ham mana kirganingizdan keyin mana bu low bo'lgan, buni keyin ertalab yechyapti, misol uchun. Xuddi o'sha hozirgi strukturani teskarisi. Buni Telegram kanalimda ham o'tgan safar prямой efirda tushuntirib bergandim. Misol uchun yechdimi, yechgandan keyin kutasizda mana bu joyda mana. MSS qilgandan keyin mana shu joyda o'zida misol uchun mana i5G dan qolaverasiz mana. Mana shu joy MSS qilishimda mana shunday retestidan mana shu yerdan buyga. Sizga hech qanaqa switchnoyni yopilishi, qanaqadir nimadir kerak emas. Sizdan 10 punkt stop loss bo'la, selga qilgan. 10 punkt stop loss bilan tekni kattaroq 1 ga 2 qilib olib chiqib ketaverasiz. Siz agar unaqa sistema bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, siz unda klassik analiz qilib, keyin switchnoyni kutib, stop loss OS-nikiga qo'yib ishlashingiz kerak bo'ladi. Nima bo'lyapti aka? Unaqa ICTda ham, SMCda ham unaqa ishlanmaydi. Hozir aytmoqchi bo'lsa, xullas Hashtorda global misol uchun
nima bo'lsa, analiz qilingandan keyin sразу, misol uchun, lokal time frame'ga o'tib turib, sразу shu yerdan kirsangiz bo'ladi demoqchisizda endi, to'g'rimi? Da. 30 minutlikni 4 soatlikni lovini yoki hayni buzib turib keyin uni misol uchun pastdagi likvidlarni yechgandan keyin uni yarim soatlik svechani kutsangiz u уже yurib bo'ladi-yu. Hmm. Hech O'zi aka, qachon misol uchun, unaqa ko'pincha ishlash likvid noto'g'ri bo'ladi. bo'lib bo'lyapman aka, ko'pincha o'shancha qo'rqib qolgan joyim har doim svechaga qarab nima Mana qiladigan sizga bo'lsam. zo'r setup. Mana shu hozirgina agar zapis qilib ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shuni setup qiling, bo'ldi. Hayotingiz 90% ga o'zgaradi. O'zi bu yerga SMT'ni ham ulab ishlatsa bo'laverar ekanda aka. Xohlaganingizni ulaverasiz. Mana shunaqa bo'lsa bo'ldi gilamingiz. Ayla aka, rahmat, katta yozuvchalik. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sardor aka. Sardor aka. O'ladi Ahrojon. Aka, buni ertalab shu Aziya sessiya bo'ladi-yu. O'shani konsolidatsiya plate bo'lar ekan-a, ko'pinchalik. Nimaga konsolidatsiya plate bo'ladi? O'sha demoqchiman, hali London bilan Nyu-Yorkda bozor yaxshiroq yurar ekan demoqchiman-da. Aziyadan ko'ra. Aziyada ham bir xil yuradimi Aziya bilan? Bir xil. Endi har doim bir xil desham noto'g'ri, har doim har xil-u. Lekin unisini ham, bunisini ham как бы ko'rish kerak. Bizaga agar ICTda yoki SMCda qotgan bo'lsangiz, bizaga har bitta sessiya как liquid zona qiladi. Misol uchun Aziya high low'larini qilgandan keyin London Asian low'ni yoki high'ni olishni kutish kerak. И как бы всё. O'sha joy o'zidan ishlashingiz mumkin bo'ladi. O'sha hali kuzatyapman aka, kechqurun o'sha hali bozor nimasi zo'rda, nimasi volatilniyasimi, ob'yom zo'rda, o'sha yurishi. Ertalabki harakatda. O'sha Misol uchun mana bu yoqda ham Aziyaniki, mana misol gapingiz bo'ldi, mana Aziyani misol uchun high bo'ladigan bo'lsa, Aziyani high'dan keyin shundoq 1 minutlik olasiz. Olgan joyini keyin уже mana shu yerdan qidirishni boshlaysiz. Misol uchun mana Aziyani high'ni oldi, o'zini high'ni yaratdi, mana peri-high bo'lyapti, keyin mana bu yerda misol uchun low'ni urish kerak. Mana misol low'ni mana urdi. Urgandan keyin misol uchun bu yerda уже sal kechroq ham bo'lishi mumkin. Bundoq qaraydigan bo'lsak, mana bu yoqda mana yana bitta qilgan. Bu ham ishlagan, mana bunisi ham misol uchun как пример sifatida misol uchun high'ni uryapti. Mana low'ni urgandan keyin sразу o'zi agar misol uchun o'tadigan bo'lsa, 2 minutlik time frame'da misol uchun mana birinchi IFUG'dan mana shu o'zidan MSS qilishi bilan mana shu yerdan sellga kirib bemalol ishlasa bo'laveradigan joyi bo'lgan. Bu sessiyalar har bittasi bizaga likvid zona beradi va o'sha likvid zonani o'zinikini misol uchun ishlatishimiz, как likvid zona qilib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun 1 ga 2 sразу yurib bergan, tam yarim soat ichida. Bu likvidni olgandan keyin tasdiq bo'lgan. Shuning uchun mana shu strukturani hozirdan o'rtog'ingizga ham, sizga ham ko'rsataman. Misol uchun Aziyada yurmas ekan, Londonda unaqa ekan, farqi yo'q. Bizaga u har bitta joy likvid sifatida bo'ladi, bo'ldi. Shundan yurishimiz kerak. Misol uchun mana Londonni low'mi, London LKZ tugagandan keyin misol uchun mana low'ni belgilaysiz. London tugagandan keyin London low, very low bo'lyapti-da. Very low bo'lgandan keyin kirishga bizaga уже shans bo'lyapti. Misol uchun mana bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bo'lgan, lekin bu yerda как MSS'lar yoki boshqa narsalar bermagan. Endi mana buni как MSS sifatida ko'radigan bo'lsak, bilmadim endi mana bu joy. Imbalansni entry. Keyin retestdan yoki mana bu MSS o'zidan ikkita entry zona, no bu yerda stop loss kopechniy bo'ladi.
2 punkt stop lossga, tam 1-2, tam 1-7 qanchadir, u ancha ko'proq olyapman. Ha. O'sha o'zidan oldingi likvidga bo'lar ekanda, o'sha target zona aka. Da, Londonda haydi. Ha, bo'ldi. Endi targetda agar ICTda, SMCda qiladigan bo'lsangiz, любой трейderda хотя бы minimально 1-2 bo'lish kerak. Ha. Misol stop lossingiz 2 punkt bo'lsa, siz lotni katta ochasiz-da. 1-2da уже yopishingiz kerak. Примерно mana bu yerda yopasiz siz. Misol 5 lot ochdingiz, mana bu yerda 8 punktda yopdingiz. O'sha sizga ekvivalent oltindan ham boshqasidan oltin bizasi ketyapti, aka gaplashganimiz uchun. Billa bermadi zonani, mana bu yerda mana IFUG'dan ketyapti. Ha. Qildi, yetishdi, ketdi. Bermadi zona, kirmoqchi edim, mashqqa kelsa kirmoqchi edim, necha punkt ketmadi? 18 punkt yetmabdi zonaga kirishga. Mashqdan tasdiq berib kirib ketyapti. Siz ham agar vaqtingiz olib qo'ygan bo'lsam, uzr Sardor aka. Ya, sizlar uchun yoqdim. Vaqtim bo'lmasa prямой efir qilinglar, Ahrorjon. Qaysi indikator bu? Qaysi? Mana shu sessiya indikatorida bu qaysi indikator bu? ICT kill zone. O'shani besplatnida ham chiqaveradi bu nima? Da, бесплатный chiqadi. O'sha prямой o'sha sessiya bilan vaqti bilan to'g'ri ko'rsatadi-da, shunaqami? Mana bu yerda o'zingizlarga mana bu joyda -4 qolishlar kerak-da. Ha. Vaqtni UTS New York bilan -4 ga qilib qo'yish kerak. hatto Aziya O'zbekiston vaqtiga bo'lmaydi. Yo bo'laveradi. Yo, svechalar nato boshqacharoq yopiladi. O'shaning uchun -4 turish kerak. Amerika vaqti bilan. Bir minutli BPR'dan reaksiya oldi. Mayli Ahrorjon, boshqalarga ham savol beraylikchi. Nima deyishyapti ekan, kutib qolishmasin. Xo'p, sog' bo'lasiz. Xo'p. Mehrojbek, gapiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr, o'zi yaxshimisiz, charchamayapsiz. Sardor aka, bitta savolim bor edi. Aha. Masalan, hafta yopiladi-yu, keyin dushanba kuni ochiladi. Ba'zida gap qilib ochiladi. Mana shu holatini qanday bilsak bo'ladi? Mana shu sayti bormi yoki? Uni ko'rolmaysiz. Ko'ramayman. Siz ko'rolmaysiz. Bloomberg'ni pulli versiyasi bor, o'sha yerda ko'raman. Ben ko'rganingiz bilan u sizga hech narsa yordam bermaydi. Siz ba'zi yo'q olisha olmaysiz. Yordam bermaydi. Yo'q, sizga hech qanaqa uni pul to'laganingiz bilan men uni sizga ko'rsatganim bilan u sizga hech qanaqa plus yoki minus tarafi bo'lmaydi. Va siz uni bozor gap bilan ochiladi deb ko'rsatib bergan taqdirda ham siz uni nima deydi, oldini ola olmaysiz-da. Tushunarli. Bekor pul ketkizganingiz falan. Yana bitta savolim bor edi. Menda kecha shuna holat bo'ldi. FTAX bor-ku. Nima edi u? FTAX indekslardan. Da. O'shanda men zelkam bor edi, keyin hozir men aytaman. FTAXda zelka ochilgan, plusdaman. Keyin o'zidan o'zi
depozitimdan $30 minus bo'lib qoldi. Bilmayman nimaga. Bir kun Brokerga ochish borib, turmi? Bir kun ochuvmidi? men FTXga ochilgan edi, plusda turibman. Kumushga ochilgan edi. Keyin qarasam, mana shu balans deyilgandek, sniyati minus 30 turibdi-da, FTX yozilgan keyin. Bilmadim nimaga. Yozilgan tagiga yozib qo'yadi-ku, nima uchun hechkan. Swapmi, nima u? Men skrinshoti bor deb mana shuni Aha. sizga bir jo'natib ko'rsatsam demoqchi edim. Mayli, tashlab qo'ying. Ko'ramiz. Bo'lmasa tashlab qo'yaman aka. Xo'p. Rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling. Boboyor Salohiddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Akam klassikada ishlayman-da. Aha. Yaqinda boshladim tredni. Aha. Analizlarim o'xshab beradi 90%. Сделкani vohlayib qo'yaman-da. Shu muammo bilan umuman qutula olmayapman. O'zim mustaqil o'rganaman. Uni hayot to'g'rilaydi o'zi. Hayot. Uni o'zingiz to'g'rilay olmaysiz. Uni hayot to'g'rilang. Uni men sizga hozir aytib tushuntirganim bilan baribir siz unaqa qilib ishlamaysiz. Qisman yopishni maslahat berasizmi yo? Albatta, bekorga TP1, 2, 3 qilib men misol uchun mana YouTube'da ham yoki kanalga ham tashishmadim. TP1 falonchi foyda yopildi, TP2 falonchi foyda yopildi. Bezubutkaga tiqib qo'yaman, stop lossni bo'g'ga qo'yib qo'yaman. Kutaman, misol uchun mana kechagi 450 punkt. Ha? Juda kichik stop qo'yasiz deyman. Endi savdo usuli shunaqa-da endi. Qanaqa usulda savdo qilasiz? ICT'da. Сделкаdan ushlay olmayapman-da. Shu muammoim juda katta. Stop lossni bezubutkaga qo'ying, yaxshi bo'lib ketadi sirali hammasi. Shu bugun Sardor aka ertalab masalan sel oldim 78 dan. 20-30 punkt foydaga pipsga yurgandan keyin yopib qo'yapman, lekin FIBO bo'yicha 1.68, 2.68 larga borgan. Men o'shangacha kuta olmayapman. Har doim shu muammo bo'lyapti-da, haftaga oxirida hisob-kitobimdagi foyda bilan sal kamroq bo'lib chiqyapti-da. Stop lossni bezubutkaga qo'ying, qo'rqsangiz. Yoki 0 da yoki tekda yopiladi. Foyda ham qilmang, zarar ham qilmang. Stop lossni bo'g'ga qo'yib, bitta tek qo'yib, telefoningizni unitaziga tashlab oling. Shunaqa qilishim kerak, lekin demoda ishladim ancha payt. Shunaqa bitta kunida bitta savdo qilardim-da, tepa qo'yardim, 100-150 punkt pipsga qo'yardim. 1 oy, 2 oyda normal rezultat bo'ldi, lekin realga o'tganimga 3 oy bo'lyapti ham normal pribil yo'q umuman. Normalniy pribil yo'q. Endi bilmadim, endi uni ichini ko'rib, ochib ko'rish kerak-da. Shundoq aytolmayman-da, nima xato qilyapsiz, qayerda xato qilyapsiz. Sizni kuzatyapman, podkastingizni ham ko'rdim. Kursingiz bor ekan. Da. Unga qanday yozilsa bo'ladi? Adminga yozaymi? Da, adminga yozasiz, beradi. Har oy bo'ladimi yo bir ma'lum bir oyga bo'lib turadimi? Misol predoplata to'laysiz, keyin kutib turasiz. Vaqti keladi. Gruppa to'ladi, o'sha gruppaga qo'shib qo'yishadi. Gruppa to'lgandan keyin bir hafta oldin aytiladi, keyingi hafta palonchi vaqt kursimiz boshlanadi. U qarang, o'qiymiz-ku Sardor aka. Necha oy poddechka bo'ladimi? Keyin 3 oy, 4 oylab misol 1 oy o'qitib shunday chiqib ketmaymizmi?
Bizada o'qishni bitirganlar ofisda ishlab o'tiradi. Yo'q, Bizda chiqib ketgan degan narsa yo'q. O'qishni misol uchun tushunmasangiz, keyin yana qaytadan keyingi kursdagilarni yana qo'shilib yana qayta o'qishingiz mumkin. Zo'r ekan. Mayli, Sardor aka, bo'lmasa rahmat, savollarim yo'q boshqa. Mayli, sog' bo'lasiz. Yo'q, rahmat. Oltinimiz ana metr chizib qo'yganim 1 minutlikda ketyapti sekin, barichaga qara. Tire 20 punkt yuribdi. Capire se motra. Kimgadir mikrofon yoqtiraylik. Dale. Dalerjon, gapiring. Qo'l ko'tarmagan ekan. Muhammedov Navruz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Rahmat. Sizni anchadan beri kuzataman. Ikkita savolim bor edi sizga. Birinchisi, savolim sizga stakan, iceberg, ninja degan anaqalar bor. Shularga qanaqa sizni fikringiz shu anaqalarga, targov anaqa strategiyalarga? Meni ishlamaydi. Ishlamayman, ishlamaydi. Ishlamaydi deyapsiz. Просто ko'plar deyishadi, shu yerda grafika umuman qaralmaydi, faqat объемga qarab kiriladi deyapti-da. Как бы без trading view ishlaydiganlar bor ekanda. Shunga sizdan bir so'ramoqchi edim, sizni fikringiz qanaqa? Men bu haqida video qo'yganman, Instagramda bor. Kirib ko'rishingiz mumkin. Объемlar ular limitni orderlar, xohlagan payt, xohlagan o'sha trader narx kelayotgan joyda olib tashlasa, сопротивление bor joyda keyin сопротивление bo'lmay qoladi. Plus hozirgi kunda birjalarning o'zi, misol uchun katta fond va stakan kupli-продажи qayerda в основном фондовый рынокda-ku. Fondовый rынокda kriptovalyutalarda stakan kupli-продажаlar bor, boshqasi bor, o'sha joyda bor. Erta, то есть birjalarning o'zini robotlari bor. Объемni fake'ga ko'rsatib, ikkilayotganda narx risk avtomatik robot olib tashlaydi. Tilla birga bir yurib berdi. 40 punkt. Mana, bayimiz. Uzr gapingizni bo'ldim. Tushunarli. Ketamiz. O'shaning uchun u narsa noto'g'ri narsa. Men uchun. Forexda teng bo'yli ishlamaydi. Misol uchun Tigerda ham yokida misol Bookmapda ham faqat oltin bor-da, misol valyutalarniki, boshqasiniki, по-моему, GBP USD bor-da bitta. To есть stakannikida boshida o'rganganimda, men versiyalarni sotib olib boshqa qilib qilganimda, bu 2017-yilda haqidagi gap. Rossiyalik odamlar o'sha fondovый rынокda savdo qilgan. Fondovый rынокda qanaqadir miqdorda yordam berishi mumkin. Lekin bu yoqda, misol uchun, men объемga va boshqa narsaga umuman qaramay qo'yganman. Объемni menga switcher ko'rsatadi, footprintni menga ICT ko'rsatadi va o'shani footprintni switcherdagi qoldirgan izlaridan kirish bo'ladi. Bu o'sha ICTning strategiyasi. Ikkinchi savolim sizga, mana shu ICT, men o'zim klassikada ko'p savdo qilaman-da, men ICTga siz anaqangiz ko'p ko'raman, ko'p siz ICT anaqalasiz. Qiziqdimda, o'rganmoqchi bo'ldim anaqada, YouTube'da videolar ko'p bilasiz hozir. Juda menga qiyin kelyapti-da, tushunish juda qiyin bo'lyapti. Juda ham anaqalar ko'pda. Men siz hozir anaqa turaman, qanaqa siz shu narsani o'rganganingizni hayron qolyapman-da. Просто men
klassik oson juda ham o'rgatganda ko'rsatganda odam tushunish osonroqda o'tdi. ICTni tushunish juda qiyin bo'ldi. 1 soat anaqa ko'rdim. Boshida tushundim, likvidnost ichadi, qanaqadir joylarni tushundim. Keyin tushunmay ketdim-da o'sha. O'yladim shu kursingizga yozilsa odam shu narsani oddiyroq qilib tushunish iloji bormi? Shuni so'ramoqchi edim. Конечно, bor. Shuncha odam tushunyapti. Shunga hayron qolmanda, u anaqasi ko'p ekan juda ham, nima deydi? Tushunadigan joylari ko'p deyapman-da, uni oson emas ekan deb aytmayman-da. Menga har holda tushunib. Endi Michaelni tushuntirishida 90% psixologiyada. Agar Michaelning videolarini ko'rgan bo'lsangiz, 90% psixologiya. Shuning uchun o'rgatgan joyi o'zi 5 minutlik joy 90 minut gapirib o'tiradi. Shuning uchun как бы qiyinroq bo'ladi. Menga ham boshida klassikachi odam uchun menga ham juda qiyin bo'lgan. Tushunish. Siz klassikada qancha ishlagansiz? Imенно o'sha klassikada anaqada yo'nalishda. Necha yil ishlagansiz? 2017dan 21gacha. 4 yil ishlagan ekansiz. Da. Keyin ICT o'rgangandan keyin qanchalik og'ir botmasin klassikachilarga, klassika musor bo'lgan. Chunki men shu siz aytayotgan narsa men ko'p ahamiyat beraman bor narsada. Men bu siz ochmoqchi bo'lasiz, klassikada endi u darajadan ochmoqchi bo'lasiz. Ko'pincha shu anaqada pastga tushib, stop losslarni yig'ib, ko'p shunaqa menda bo'lganda, o'zi siz tomon ketadi. Prinsip analiz to'g'ri qilinasiz, lekin точка входа noto'g'ri bo'ladi-da. Tushunasizmi? Точка входа слишком лохli bo'ladi. Shunisi men anaqa qilaman-da klassikada. Endi sizlar stoplardan kiramiz shuncha. Shunga alam qiladi. Ketmasa ham mayli dedi shu tomonga. Anaqa ketadi-da, baribir shu tomonga, lekin stopingiz olib ketadi. Shunisi alam qiladi-da ko'pincha. Shunga ICTga kirish kerak degan fikr ham bor, xayolda o'rganish kerak degan anaqa bor-da. Shunga aytmoqman. Endi masol uchun mana bunaqa narsa bor-da. Misol Buffett aytgan gapi bor, kim innovatsiyani qabul qilmasa o'sha idiot deydi. Men buni o'zim uchun innovatsiya deb o'sha payt qabul qilganman. O'zim ham klassikada misol uchun pul topayotgan paytimda nahrin тебе нужно это degan narsa degan fikr bo'lganda, to есть o'rganyapman, вроде pulim bor, уже нормально, uy, joy, mashina hamma yoq qilingan. Hammasi tekis ketyapti. Nima keragi bor, nima qilasam buni o'rganib degan fikr kallamga kelgan, qiynalganim uchun. Kimdir o'rganmayman, klassikani chizib yuraman dedi. Keyin Michael gaplarini eshitaman, patternlar, ma'mullar, mana bunaqa qanaqadir shundan yuradi deb o'ylaysanmi o'zingcha, uchburchaklaring, to'rtburchaklaringdan shunaqa degandan keyin odam o'ylanib qolgan. Keyin o'rgana qolay deb 1 yilcha polni o'rganib, backtest qilib, уже asl mohiyatiga yetdim. Misol uchun mana shunaqa mana sessiyalarni ishlatishni o'rgangandan keyin ham уже hayot juda ham oson bo'lib qolganda. Keyin qilgan xatolarimni, nima qilayotgan xatolarimni misol uchun hammasini ko'rib, qilib, maza qilib keyin ishlashni boshlagan. Keyin уже stop losslar kichkina bo'lgan, to есть risk management, error nimaligini bilib, 1-2, 1-3, 1-4 qilib ishlashlarini o'rganganmiz. Shunaqa qanaqadir bo'lli tartibli trading boshlangan shundan keyin. Shuning uchun klassikanikini misol kimgadir og'ir bo'lishi mumkin, lekin men ham o'zim shundan chiqqanman. Lekin men innovatsiyani отвергать qilmaganman. Mana shu innovatsiyani oxirigacha o'rganib, harakat qilganman. Oxirgi tagiga yetib oldim desam ham bo'ladi. Tushunarli. Misol uchun mana shu oltinda ham bitta klassikada misol 15 sekundda qaytadan kirasiz. Qaytadan klassika nima deydi mana bu yerda bir nima trend bor, nima boshqa bor. Hech narsa yo'q. Misol uchun 15 sekundda klassikacha kiradim. Misol konkretni bir dona mana точка kirish misol uchun 33-65 mana kirish zonasi bo'lsa, mana bu yerda likvid tagida stop loss. Chunki mana bu yoq tepadan likvidni olib, pastdan likvidni olgandan keyin, to есть klassikachi mana shu joyda stopini olgandan keyin retesidan kiramiz-da. Bu yerda mana shu joyda ko'p odam stopini olib ketgan bo'ladi. Misol uchun men bu yerda klassikachi buy kirgan bo'lsa, uni stopini olgandan keyin retestidan mana buyga kirish
plus kirgandan keyin bitta tochka kirishdi. Misol uchun ba'zi bir VIP kanallarda misol ko'rasan, O'zbekistonnikidagi shu bema'ni misol 33-65 bo'lsa, 33-61 gacha kiramiz deydida, keyin buni tagidan yana plus 30 punktni 40 punktni qilib qo'yadi, stop loss monetga qo'ydiradi. Endi buni keyin misol uchun hisoblaydigan bo'lsangiz, o'zi birinchi mana bu yoqda kirgan odam pastga kelsa 70 punkt stop olgan bo'ladi. Lekin u stop lossni oxirgi bergan zonasidan 61 dan hisoblaydi, 30 punkt stop loss deydi. Bu absurd-ku. Aka, bizda bitta kirish, bitta chiqish bo'ladi, bo'ldi. Hech qanaqa 8 ta zonadan yoki 90 punkt orasida kiramiz, 20 punkt stop lossmishdi. Bu faqat tupoylar uchun qilingan. Keyin misol uchun take profit ham misol masjiddan yuradigan bo'lsa, misol Mamletga yuradigan bo'lsa, take profit biri Mamletda bo'ladi, 20 punkt. Bu nima bu? 40 punkt yoki 70 punkt stop loss bersang, senda kamida take ham 70 punkt bo'lishi kerak. Kamida 1/1 yurganda mana shunaqa qiladi. Misol uchun 1/1 yurganda men yopmayman, men bezubitga qo'yib qo'yaman. Kimdirlar misol uchun o'zini matematikaga nisbatiga olishi mumkin bo'ladi. Klassikada bu narsalar umuman to'g'ri kelmaydi, даже yo'q ham unaqa даже o'rgatilgan joyi. Shuning uchun ko'p odam erta yopib olishga, boshqa qilishga o'rganib qo'ygan. To'zon ham keldi, ishladi, 20 punkt yurdi, yopaman, qo'lim qaltirayapti dedi. Oldinda menda o'zimda shunaqa problemada bo'lgan, keyin problemadan chiqib, mana shunaqa to'g'ri normal kirish, bitta kirish nuqtasidan qilgandan keyin bitta kirish, bitta chiqish, qanaqadir katta likvid zona, misol uchun shu likvid zonadan keyin chiqib ketamiz. Misol mana kecha sell kirganimiz, mana take profit'i mana 33.50 deydi. Mana qarang, qanaqa cho'tki qo'yilgan, 33.50 da take'imni oldi, risk razvorot boshlandi. Chunki bu yerda likvidni zona qanaqadir tam ya'ni point of interest zone bor edi. Shuning uchun mana shu joyga 33.50 ga qo'ygandim. Как раз 33.50 da o'zidan qaytdi. O'z mashqdan bo'lgani uchun men bu yerdan bay olishim kerak edi. Lekin kecha yaxshi foyda qilganim uchun VIPga bermay qo'ya qoldim. Shunaqa, shuning uchun hayot boshqacha deydi, nima deydi? O'rganish kerak, izlanish kerak. Bitta narsada qotib qolib, men faqat bunaqaman, men faqat bunaqaman yoki u bu uyda degan narsalar to'g'ri kelmaydi. Yangi innovatsiya chiqyaptimi, o'rganish kerak, izlanish kerak. Misol uchun hozir ChatGPT, искусственный intellekt, boshqasi har xil narsalar chiqqan. Mana har kuni qanaqadir tradingni kodlar yozaman, ya'ni nimadirlar qilaman, tradingga oid bo'lgan. Qanaqadir AIni, ICTga va dunyoning yangiliklarini общий chiqayotgan, misol uchun yevro dollar parasiga New York Timesda yangiliklarni tashlab bergan deyman. O'zim zaproslarim bor, berilgan savollarni har kuni yig'ib o'sha vaqtga tashlab bersa ko'raman. Misol uchun общий bullish bo'ladigan bo'lsa, значит FUG'larni ham yoki likvid zonalarni pastdan yetishini, keyin faqat bullish FUG, IFUG, breaker bloklarni qidirib, o'sha yerdan keyin buy kirishga harakat qilaman. Chunki dunyodagi hozirgi fundamentalniy ko'rsatkich yangiliklar o'sha to есть buyga ko'rsatayotganligini yanada tasdiqni o'sha anaqa beradi, nima deydi? AI beradi. То есть bu ham как бы bir tradingga innovatsion yondashish desak ham bo'ladi. O'zingizda robotingiz yo'qmi? Anaqa Sardor aka, algo tradingga qanaqa fikringiz? Yo'q, dunyoda yo'q hech qanaqa algo trading, что foyda qilib, stabil foyda qilib beradi. Men o'zi birinchi robotdan boshlaganman, robot sotganman. Ko'p robot sotganman. Robot foyda keltirarmidi? Sotgan anaqa paytda urush yo'q edi. Bozor 40-30 punkt tepaga, 40-30 punkt pastga yurardi. То есть normal bozor holatida normal berardi. Keyin уже urush pandemiyalar boshlangandan keyin bozor slishkam tez yurishni boshlagandan keyin robotdan bir tiyinlik foydasi qolmadi. Shuning uchun keyin sotmay qo'ya qoldim. Ba'zi oxiri slif bilan tugayotdi. tushunarli. Bo'ldi, rahmat sizga. Savollar yo'q, boshqalarga ham mana qilib imkon bering. Sizga rahmat. Mayli, hammalarga rahmat. Men ozgina ishim chiqib qoldi. Bundan keyin gaplashamiz.
zonamiz oltin bayga kirdik. Bayga kirilgan zona, UGK 10.9. Katta zonaga oltin kelmadi, shuning uchun kichkina zonadan kirildi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.